bo'ladi. Ko'pchilikda ortiqcha vazn bo'ladi. 1. To'g'ri kelgan ovqatni yeb ketaveradi. 2. Qabziyat bo'ladi. 3. Ya'ni hozir aytayotgan narsam hammasi bu odamning tanasidagi ovqat yeb bo'lgandan keyin, hazm qilib bo'lgandan keyin, to'qimalarda ular hammasi ishlatilgandan keyin undan qoldiq chiqadi. Musor chiqadi. O'tin yoqqanda kul chiqqanida pechkada, tanada ham ana shu musor chiqadi. Tanadan musorni chiqib ketadigan 5 ta asosiy yo'li bor. Bu jigar, jigar o't bilan qo'shib maqana musorni ichakka quyib yuboradi, axlatdan chiqib ketadi. 1. Ikkinchisi bu buyraklarimiz peshob orqali chiqarib tashlaydi. Uchinchisi bu o'pka, nafas yo'li orqali uchadigan narsalarni chiqarib yuboradi havo bilan birga. Demak, ichak, buyrak, jigar, teri, o'pka. Ana shu 5 ta asosiy yo'li bor. Tanamizdan zahar chiqadigan. Agar bizlar haddan tashqari ko'p ovqat yeydigan bo'lsak, bu nima degani? Ko'p ovqat yeydigan bo'lsak. Ertalab nonushta qildik, baquvvat nonushta qildik. Keyin obedga borib, hali qorni ochmadi. Bizlar yana tushlik qilamiz. Undan ham baquvvat qilamiz. To'g'rimi yo'qmi? Kechga borib, kechki ovqat yeymiz. Hali ona ertalab obedda yegan ovqatimiz hazm bo'lmagan. Biz ustidan 3-ovqatni bosamiz. Bir kunda 3 marta ovqat yeyish kerak deymizda, rosa bosamiz. Bu 3 mahal bo'kib yegan ovqatni organizm bechora hazm qila olmaydi. Ertalabgacha ham hazm qila olmaydi. Chunki ko'p odam ag'anab uxlayolmay chiqadi. Ertalab turib hali organizm o'ziga o'zi kelmadi, chanaqalarni chiqarmadi, ko'p ovqatlar hali turibdi ichakda. Bizlar yana ertalabki ovqatni bosamiz, obedagi ovqatni bosamiz, kechga yana ayollarning challari borib 8 ta, 9 ta, 10 ta naqani yeb keladi, bosib kekirib, to'g'rimi yo'qmi? Yana ozamayapman deydi. Xullas karim, qachon oxirgi marta qorningiz ochib ovqat yedingiz? Qachon? Ko'pchiligimiz eslay olmaymiz-ku. Esingizda bormi, yoshligimizda qanaqa mazza qilib qornimiz ochib, shunda o'tirib ovqat yemoqchi bo'lganda voy deb ovqat yeymiz. Hozir bo'lsa-chi, ovqat yeyish kerak bo'lgani uchun yeymiz. Hech qanaqa qorn ochmaydi bizlarda. Ulgurmaydi bechora tana. Bu ko'p yegan ovqatlarimizni hazm qilishga, tushlikkacha yoki kechki ovqatgacha ulgurmaydi. Tanalar bitib qolgan musoriga. Ana shu bitib qolgan musorlar tanamizdagi shlaklar bo'g'inlarga o'tira boshlaydi. Shuning uchun qizlar bolalar, buyrak ham ketadi, jigar ham ketadi, qon tomirlarning ichi bita boshlaydi, bundan keladi sahr chiqadi, bundan keyin davleniya chiqadi, undan boshqa og'riqlar chiqa boshlaydi, dardlar chiqa boshlaydi. Bundan qutula olmaysiz. Dori qutqarmaydi bundan. Tomni to'g'rilamaguncha, tom degani nima edi? Bizning hayot tarzimiz, ovqat yeyishimiz, odamlar bilan munosabatimiz, bizning shukronaligimiz, bizning ilm darajamiz. Toki shuni o'zgartirmas ekanmiz, bu narsa bo'lmaydi qizlar bolalar. Xo'pmi?